Arra odam Reze voqeasidan so'ng Denji tush ko'radi. Yana o'sha boshlang'ich nuqtadagi eshik va u bu eshikni hech qachon ochmasligim kerak deb aytadi va uyg'onib ketadi. Oldida esa Powerning mushugi Nyoko turardi. Denji yana o'sha tushni ko'rdim deydi. Power esa biz yo'qligimizda Nyoko Denjining o'rnida yotdi deb aytadi. Denji qahvaga qarab, bu menga Rezeni eslatadi deb xo'rsinib qo'yadi. Denji o'ylaydi, endi men hech qachon quvonch, baxt yoki xafalik tuyg'ularni his qilmasam kerak. Axir Reze mening qalbimni o'g'irlab ketdi deb aytadi. Shu vaqtda eshikdan Maki kirib keladi. Shuncha vaqt tinimsiz ishladim. Endi ta'tilga, Enoshimaga ketyapman. Sizlar ham borishni xohlaysizmi deb aytadi. Denji quvonchdan sakrab yuboradi va albatta bu zo'r-ku deb javob beradi. Aki aytadi. Power esa men o'sha kuni ishim bor deb aytadi. Lekin Maki hali sanasini aytmadim-ku deb javob beradi. Men mehnat ta'tilimdan foydalanmaganman. Shuning uchun qachon bo'lsa ham mayli deb javob beradi. Denji Maki-san bilan ta'til xuddi tush ko'rayotgandek. Demak, bu hayotimning eng yaxshi 10 ta lahzalardan biri, shubhasiz deydi. Shu vaqtda eshikdan 10 ga yaqin odam iblis ovchilari formasida kirib keladi. Maki bu yaxshilikka olib kelmaydi deydi. Televizorda Denjining jang qilayotgan sahnalari qo'yib berildi. U yangiliklarda chiqayotganida qo'rqinchli arra iblisiga qarang. Bu do'stmi yoki dushman deb barcha e'tibor Denjiga tushayotganida yangiliklarda arra odamning gumburlashi bilan barcha iblislar yo'q bo'lib ketyapti deb aytishayotganida Maki aytadi. Byuro ommaviy axborot vositalarini nazorat qiladi, ammo bu safar ularning qo'lidan hech narsa kelmadi. Zarar shu qadar kattaki, hatto senzura qila olishmadi. Reze rejasini amalga oshirib bo'lganga o'xshaydi. Ommaviy axborot vositalari tufayli Denji Yaponiyada ekanligi butun dunyoga tarqalib ketdi. Amerika va Xitoy uni qo'lga kiritishni istaydi. Denji kabi dushman bo'lmagan iblisga talab juda yuqori. Reze SSR agenti edi, shunday emasmi? deydi. Nega ular Denjining qadr-qimmatini oshirishmoqchi? Faqat men Denjiga ega bo'lishim kerak. Ular ham mana shunday o'ylashni xohlashadi. Boshqa tarafda esa Denji va Power buni ma'nosini tushunmay faqat ta'til haqida o'ylashayotganida Maki aytadi. Denji, ta'til shunchaki o'yin edi. Shu so'zlardan keyin Miyagining 2-bo'limidan va Kyotoning 1-bo'limidan odam yollashadi. Maki ketayotib shunday deydi. Bundan buyon butun dunyodagi qotillar seni o'ldirish uchun shu yerga kelishadi. Buni uzoq vaqt davomida erkinlikdan mahrum bo'lish deb qabul qil deydi va chiqib ketadi. Maki aytadi, har xil narsalar sodir bo'lishda davom etmoqda, lekin kelasi yili biz o'q iblisiga qarshi chiqamiz. Aki-kun, sen o'sha operatsiyada ishtirok etasan. Ungacha o'lib ketma, chunki o'q iblisini o'ldirish uchun barchangizni kuchingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng Aki Angel bilan ko'rishadi. Angel shunday deydi: "Ishonchim komilki, buni allaqachon bilasan, lekin iblislar shunchaki o'lmaydi. Ularni kul qilib yuborsang ham, odamlar ularning nomini eshitib qo'rqarkan, ular o'lmaydi. Lekin ular bu yerda qayta tirilmaydilar. Ular dozoxda qayta tug'ilishadi va dozoxda o'lganlar bu yerda tirilishadi. Rostmi yoki yolg'onmi buni bilmayman." Aki savol beradi. Demak, iblislar dozoxdan kelishadi. Sen bilasanmi dozox haqida biron narsani? Axir sen iblissan-ku, deydi. Angel aytadi: "Sen onangning qornida bo'lgan paytingni eslay olasanmi?" Xo'sh, sen nima demoqchisan? Hozir aytgan gaplarimni hech kimga aytma. Maxsus bo'limdagi iblislar bilan gaplashgandim. Ular hech narsani eslay olishmaydi, lekin ba'zilari o'lishdan oldin bir tovushni eshitishgan. Men Denjining arqonini tortganman. Uning dvigateldan chiqadigan tovush ana shu ovoz bilan bir xil deydi. Keyingi sahna New York. 3 aka-uka. Ularga davlat ish berdi, ya'ni Denjini o'ldirish. Ular yangiliklarda Denjini ko'rishdi va biri qo'rqib aytdi: "Balki bu ishni rad etarmiz. Uni o'ldira olmasak o'zimiz o'lamiz." Lekin qolgan ikkovi boshqacha o'ylashadi. "Biz o'lmaymiz, uni o'ldiramiz" deb Yaponiyaga ketishadi.